miyani ishlatish, kat yo'lga qarash jarayonlarini bitta tushuntirib o'tamiz. Mana hech qaysi kat yo'l 3 oyda tozalash uchun mo'ljallangan bo'lmaydi. U narsani vaqtida tozalab turmas. Uzumlarni qaranglar. Olti ariqni uzumidan yemaganlarda o'zi bo'lmasa kerak. O'zbekiston bo'yicha. Hech chet ellarga ham chiqarishadi. Uzumni qaranglar. Donasi ham juda chiroyli. Va Hojibomon aka kat yo'l qo'yib berganmiz, jo'natganmiz. Endi hozir yoqib bergani kelganmiz. Umumiy maydonlari 150 kvadrat atrofida ozgina teplitsa qilib qo'shaman deyapti ko'chatga. Buni ham bemalol ko'taraveradi. Mana hozir kat yo'llarimizni ko'rsatib o'tamiz. Chaqmoq Vector X modelidan 25 kilovatlik 250 kvadratgacha bo'lgan joylarga eng optimal yechim. Rasxod jihatlama, isitish jihatlama eng maksimal yechim bo'ladi. Eng zo'ri 2026-yilda eng so'nggi model. Retortni garelka bilan qo'yib berganmiz. Montajda iloji bo'lsa qo'yib ketamiz sizlarga yonish jarayonlari qanaqa bo'lgan. Keyin hozir buni yoqib bitta to'lg'ishga tushirganimizda ham video qilib qo'yamiz. Veltrinatorlari toza 130 vatlik katta veltrinatorda qo'yilgan, originali. Reduktor motor, do'yni reduktor 220 motor qo'yilgan. Remoxodga hozircha tunikadan qilib qo'yishdi. Ustidan steklavata bilan o'rab ikkinchi qavatini ham qoplab yuborishadi. Nimagaki ko'p ustalarimiz ham nima qilishmas ekan, e'tibor qilishmas ekan, shu terilar pastidan suv oqyapti, remoxodni pastidan deyishyapti. Kamroq kat yo'l qo'ygan ustakalarimiz. Bu terlashning sababi ichkarida issiq havo chiqadi baribir. Misol ba'zi kat yo'llarda 50-100 gradus, 150 gradus atrofida chiqsa, bizning kat yo'llarda hozir misol uchun 40 gradus, 30 gradus atrofida chiqadigan bo'lsa, o'sha ilmliq havo tashqaridagi sovuq havo bilan bir-biriga nima bo'lib turib, terlash hosil bo'ladi. Issiq sovuq bo'lib turib. O'shanda ichidan demoxodning ichidan suv oqib tushadi. Shu holat bo'lmasligi uchun demoxodda asbest qo'ysak, konteynerda dumaloq qilingani yoki bunaqa tunuka qo'yilsa farqi yo'q. Faqat ustini steklavata bilan yaxshilab o'rab, mahkamlab qo'yilsa bo'ldi. Mana uzumlarni qaranglar. Odamni havas keladi. Hamma narsani hali ustasi qilgan yaxshi deydi-yu. Olti ariq mana uzum bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha hamma biladi. Uzum bo'yicha malades zo'r yetishtirishadi. Kat yo'l bo'yicha buni ustasiga murojaat qilish kerak. Tajribamiz hamma yo'q yetarli. O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Kat yo'lni ekonomikasi bo'yicha, isitishi bo'yicha 100% garantiya beriladi. Servis muammo bo'lib qoldi, suv qo'yib yubordi, boshqa degan muammolar sizga kuzatilmaydi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar, kuzatishda davom etinglar, videoga like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Nima uchun? Chunki sizlar uchun foydali, xalqimiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Bilganimizcha, bilmaganimizni o'rganib bo'lsa ham sizlarga ekonomikni tejamkor kat yo'llarda yetkazib berishda davom etamiz. Like, kommentariy bilan bemalol qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ladi. Keyin kat yo'l haqida qanaqa savollaring bo'lsa, bemalol kommentariyada beringlar yoki telefon qilib beradigan bo'lsalaring, inshaalloh iloji boricha to'liqroq ma'lumot beramiz. Mana olti ariqqa navbatdagi kat yo'limizni olib kelganmiz. Olti ariqda qayta Qo'rg'oncha. Olti ariqda Qo'rg'onchasiga, Eskari Qo'rg'oncha qishlog'iga kelganmiz. Chaqmoq Vector X kat yo'limizdan retortni garelkada qo'yib berganmiz. Hozir miyani ishlatish, kat yo'lga qarash jarayonlarini bitta tushuntirib o'tamiz. Mana bo'lajak doktorimiz Hojiakbarga to'liq tushuntirib beramiz. Qanaqa savollari bo'lsa, qayta videoni ko'rib ham nima qilsalar bo'ladi, bo'lmasa keyin yana o'zimizga aloqaga chiqishaveradi. Hojiakbar qarang, mana kat yo'lni birinchi ochib, ozroq o'tin solib yoqib oldi. Ko'mir o'tin solib yoqib olganingizdan keyin miyani o'ch holatda turgan bo'lsa, yoqib turib gradusini holatga qarab qo'yiladi. Misol uchun mana 70 gradusga qo'yildi. Agar mana buni o'zgartirishimiz mumkin. 80, 60, mana birli xona bo'yicha bosadigan bo'lsak, mana 65 ga qo'yilaveradi. 65 ga qo'ydingiz. Qo'yganingizdan keyin ko'mir surish to'xtash vaqti, dam olish. Motor ishlab ko'mir surib turgan payti bunisi sekundda turibdi. Buni minutga o'tkazish ham mumkin. Bunisi motorda dam olish vaqti. Dam olib chiqarib olgan ko'mirini yoqishi. Endi u narsani rostlashingiz hamma joyda har xil bo'ladi. Uyda havoni holatiga qarab turib, ko'mir qaraysiz, chala yonib tushib ketay turgan bo'lsa, dam olish vaqtini qo'shasiz. Agar toza kul bo'lib yonib turgan bo'lsa, bu narsani holatida turaveradi. O'zimiz bitta rostlab berilgandan keyin siz havoni holatiga qarab turib ozgina o'zgartiraverasiz. Bunisi veltrinator, pasaytirib, kuchaytirishingiz. Bunisi o'sha necha volt turganini ko'rsatib turadi.
Keyin yana nimalarni aytib o'tish kerak mana. Keyin tozalashimiz. Iloji bo'lsa haftada, uzatsa 10 kunda kat yo'lda ichilarini bunaqa qurum bosgandan keyin bularni ichkaridan tushirib tashlaymiz bularni. Birinchi tepasini tushirib oldik, pastini tushirdik, pastga tushib ketaveradi. Pullari to'lish holatiga qarab olib turaverasiz. Pulini olish vaqtimiz nimaga bog'liq? U ko'mirni sifati qanaqa, qaysi darajada kul chiqadi, shunga ham bog'liq. O'shaning uchun shunga qarab pullarni olib turiladi. Keyin mana tozalash kuraklarimiz mana bog'da ochdik. Ochdik, bog'ni ham o'sha haftada 10 kun, uzab ketsa 15 kunda tozalab turilaveradi. Bog'ni turba qismlarini bu turida tozalab oldingiz, qurum bosganlarni. Bunisida mana chekkaliklarni tozalab olyapsiz. Qo'lni yaxshilab tozalab tursa, qancha yaxshi toza bo'lsa, toza tursa, kat yo'lda rasxod kamroq bo'ladi. Chunki bu temirni ichiga issiqlik o'tishi yaxshiroq bo'ladi. Keyin mana, bunday bog'dan o'tib ko'rsating. Mana bu yondagi eshigi o'sha tepadan tushgan qurumlarni olish uchun. Baytam to'lib qolmasin. Nimaga? Bayda hozir abratga mana hozir 4 yo'l o't yuryapti-yu, tushib chiqib. Shu tushib pastdan aylanib turgan payti mana kuli to'lib ketsa, havo yaxshi aylanmay qoladi. Shuning uchun bunisiga ham ahamiyat berasiz. Misol uchun har safar tozalaganingizda bayda ko'rishingiz shart emas. 3-4 marta. Chunki bayda ozgina zapasi bor. Siz 3-4 martada bir tozalaganingizda hech yo'q, bir oyda bir ochib turib buni bitta bog'ni tozalab turasiz. Bu miyasini ishlatishda to'liqroq tushuntirib turganimizda sababi ba'zi odamlar kat yo'lni olyapti, qo'yyapti, tushunmaganligi uchun vaqtida tozalamayapti. Hech qaysi kat yo'l 3 oyda tozalash uchun mo'ljallangan bo'lmaydi. U narsani vaqtida tozalab turmasangiz, qurumlar bosib ketgandan keyin bu narsa sizni kilogrammingiz. Misol 50 kilo yo'q turgan joyingizga 60-70 kilo qilib beradi xolos. Keyin miyasi bo'yicha ko'pchilikda tushunmovchilik bo'lyapti. Bu hamma miyada shu misol uchun datchik o'lchovchi nimamiz va vaqt regulyatorimiz, veltinator regulyatori bo'ladi. Shu narsalarni noto'g'ri ishlatish natijasida ba'zi insonlarda kat yo'lni bunkeriga o'tib ketib qolish boshqa holatlari bo'lyapti. Endi bizning kat yo'lda buni hammasi oldi olingan, Xudoga shukr, hech kimnikida bunaqa holat bo'lgan yo'q. Faqat menga boshqa kat yo'llarda misolda yordam bering, tushunmayapmiz degan holatlar bo'lgan yoki o'tib ketib qolaveryapti degan sababi ko'mir surish to'xtash vaqtini noto'g'ri qo'yib qo'yilgan. Yo'lmasa bitta nastroyka kat yo'l egalari berib yuborgan, u nastroykani uyda holati, ko'mir turiga qarab turib ozgina o'zgartirish kerak bo'ladi. Shularga ahamiyat berib, mana hozir shu xuddi shunday miyaga ega bo'lgan kat yo'llarni shu bo'yicha boshqaraverasizlar. Agar boshqa miyalar bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Aziz yurtdoshlar, mana kat yo'limizni ustanovka qilib, yoqib, sistemani aylantirdik. Mana oldidagi kitoblaridan o't aylanib chiqyapti. Endi orqaga o'tib yana 4 yo'l xuddi shu holatda to'liq pastga tushib chiqadi. Chaqmoq Vector X modelimiz. O't yonyapti. Retortnega relka oka aralash kat yo'li ko'mir yoqilgan. 25 kilovatlik avtomat kat yo'limiz. Mana gradusga olib chiqib o'chdi. 1 gradusda o'zi 65 mi 65 ga chiqqanda o'chadi. Hamma yo'qlarini videogalariga tushuntirib berdik. Endi bu kondensat bo'lib terlamasligi uchun o'sha steklovat bilan o'rab qo'yiladi. Duener elektrik 220 motor. Mana bu retortnida o'zi kichikroq motor qo'yilardi. Biz baquvvatidan qo'yilgan. Duener elektrik 220 motor, baquvvat motor qo'yilgan. Masalan, yoqishda, chiqarishlarda muammo bo'lmaydi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana olti ariqdan santexnik ishlari bo'lsa, mana akalarimiz inshaalloh chiroyli holatda qilib berishadi. Hozirgi vaqtda mana ochretlar o'zi boshlanib boribdi. Ustaga 1 oy deyapsizmi? 1 oyda qo'llari tayyor ekan. Hozirdan harakat qilinmasa, ertadan keyin o'sha ishiga javob beradigan santexniklar ham vaqti bo'lmay qolib, majbur bo'lib yangi santexniklarga yo ishini ustasi bo'lmaganlarga qilgizib yuboriladi. Keyin u narsa qanchadir nosozliklarga sabab bo'ladi. Shuning uchun hozirdan harakat qilib, kat yo'lda ham, montajlarda ham qilgizdirib olaverasizlar.